Yoshlarning bandligini ta'minlash bugun eng dolzarb masalalardan biri. Shu bois mamlakatimizda bu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Buxoro viloyatida talabalar va oliy ta'lim bitiruvchilari uchun karyera kuni o'tkazildi. Mazkur tadbirda hududdagi yirik korxona va tashkilotlar, xususiy sektor vakillari hamda ish beruvchilar ishtirok etib, bo'sh ish o'rinlari va amaliyot dasturlari haqida ma'lumotlar taqdim etishdi. Shuningdek, oliygohlar tomonidan o'quvchilar uchun ochiq eshiklar kuni ham tashkil etildi. Buxoroda viloyatdagi mavjud barcha davlat oliy ta'lim tashkilotlari hamkorligida ochiq eshiklar kuni va karyera kuni 2026 tadbirlari tashkil etildi. Mazkur tadbir yoshlar, abituriyentlar, bitiruvchi sinf o'quvchilari, talabalar, bitiruvchilar, ish izlovchi yoshlar hamda ish beruvchi tashkilotlar ishtirokida tashkil etildi. Buxoro davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasiman va hozir biz kursdoshlarimiz bilan birgalikda ish shartnomalarini tuzish uchun tashrif buyurdik va ko'pchiligimiz allaqachon o'zimizga mos ish o'rinlarini topdik va qolaversa men ham o'zimga mos ish o'rnini topdim va bundan juda ham mamnunman. Tadbir davomida ishtirokchilar oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar, 2026-2027 o'quv yili qabuli, kvotalar va ta'lim shakllari, oliygohlarda yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar, infratuzilma va mavjud imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. Oliy ta'lim muassasalarida 2026-2027 o'quv yili qabulida amalga oshiriladigan ta'lim dasturlari, magistratura mutaxassislari bo'yicha barcha abituriyentlarga ma'lumotlar tarqatiladi. Qolaversa, ta'lim yo'nalishlarining xususiyati, ular bitiruvchilarga beriladigan kvalifikatsiyalar va oliy ta'lim muassasalarida shu ta'lim dasturini amalga oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar abituriyentlarga taqdimot qilinadi. Karyera kuni 2026 tadbiri doirasida turli tashkilot va korxonalar vakillari ishtirokida yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari, amaliyot va stajirovka imkoniyatlari yuzasidan uchrashuvlar ham o'tkazildi. Bitiruvchilarimizni ishga taqsimlash, bitiruvchilarimiz bilan shartnomalar tuzish, bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi. Undan tashqari, agar bitiruvchilarimiz bank kreditlariga ehtiyoj sezsa, kreditlarini bemalol shu yerning o'zida ketmasdan turib elektron tarzda bu yerda rasmiylashtirishi mumkin. Va bugun Abu Ali Ibn Salomdagi Buxoro davlat tibbiyot institutini 2025-26 o'quv yilida bitirayotgan 1205 nafar talabasidan 1000 dan ortig'i mana shu yerda shartnomalar tuzildi. Mazkur tadbir yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish, ularning oliy ta'lim va kelajak kasbiy faoliyatiga oid bilim hamda tasavvurlarni kengaytirish, bitiruvchilarni munosib ish o'rinlariga yo'naltirish va ish beruvchilar bilan samarali hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi.